Mana haligi Cobalt'imizda bo'layotgan dard bu ladadan ham bo'lib qolgan akalar. Mashinada davleniya bo'lyapti. Patrubkalar ishyapti, shunaqa kasallik. Suv qaynab toshyapti. Yurgan holatda sovutib ulguryapti. Antifriz rasxoti yo'q. Antifriz rasxoti yo'q. Yoqqa suv aralashmagan, parlab tutun chiqmaydi. Faqat shu davleniya bosim. Davleniya bosim bo'lyapti. Konditsioner qo'shilgan payt, ventilyator ishlagan paytda o'ta chiroyli soviyapti, lekin tepotda turgan payt qaynab ketib qoladi. Telefon qilishuvdi, aka shunaqa kasal bo'lyapti, galovkani tekshirish kerak deyuvdi. Aytuvdi, aka xudo xolisa galovkada yorug' chiqmaydi. Galovkada yorug' bo'lsa boshqacha asoratlar bo'lishi kerak. Yo aptolga aralashadi, yo glujiterdan tutadi. Antifriz rasxot bo'ladi deydi. Mayli uka, men olib boraman, bitta ko'rib bering deydi. Mana akalar tekshirdik, xudo xolisa yorug' yo'q. Galovka yuzasida ozgina elipsis bo'lgan, shlipovka qilib qo'ydi. Endi xudo xolisa olib borib qo'ysa, xudo xolisa yo'qolsa kerak. Akam, yoporing. Farg'onada bizda Instagramda Farg'onani qayerdan? Farg'onani Oltiarig'idan keldik, kuzatib. Farg'ona Oltiarig'liklar bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar shu akamga. Aka, xudo xolisa Allohga tavakkal, go'zal yuradi. Aka, endi videodan keyin yana gaplashadigan gaplarimiz bor. Kuzatishda davom etib, galovka tekshirish bo'yicha bemalol murojaat qilsanglar bo'laveradi. 100% xudo xolisa aytib beramiz.